Messi Barselona futbolkasini bosib o'tib, hech narsa bo'lmagandek ketadi. Ronaldo oldida muxlis tushirib yuborgan sharafni tezda olib oladi. Lewandowski to'qnashuvdan keyin Messi bilan qo'l qisish uchun yaqinlashadi, lekin Messi uni e'tiborsiz qoldiradi. Ronaldo raqib o'yinchi bilan kurashdan so'ng unga qo'l berib qo'yadi. Yosh muxlis suratga tushish uchun maydonga yuguradi, lekin xavfsizlik xizmatidan biri uni Messi oldida yiqitib tashlaydi. Messi esa orqasiga burilib ketadi. Ronaldo yosh muxlis bilan suratga tushib, yorqin tabassum qiladi. Messi g'azab bilan hakamning ensasidan ushlaydi. Ronaldo hakamga vaziyatni tinchlik bilan tushuntirib, tushirib yuborgan ruchkani ham olib beradi. Messi raqibini bo'ynidan ushlab, yerga itarib yuboradi. Ronaldo Cavani jarohatlanganini ko'rib, uni maydondan olib chiqishga yordam beradi. Messi orqaga tiralib, raqib o'yinchiga urilib ketadi. Ronaldo raqibiga og'riq boshiga duch kelganda yordam beradi. Messi yosh muxlis yiqilib, xavfsizlik tomonidan to'xtatilganini ko'radi. Lekin Messi esa orqasiga o'girilib ketadi. Ronaldo unga tikilib turganini sezib, yosh ayol muxlisni quchoqlaydi. Sen kimni haqiqiy God deb hisoblaysan?